Ikkinchi yo'li ham bor. Ikkinchi yo'li. Ikkinchisi bu bizda ommalashgan yo'li gijjani yo'qotishdi. Kredit olasizlar-da bankdan. Kapil degan joyga ani gijjani plastigini registratsiya qilasiz. Ani gijjani plastigidan bank bir-ikki marta aytmasdan prosta yechib olsa bor, yemay ichmay o'zi chiqib ketadi. Sizlar Ibn Sinoni avlodi, sizlar nuqul qarasa bu doktorga borib dori yozib bering, gijjam bor. Sizlar o'ylaysizlar, mana gijja mol deb o'ylaysizlar. Ha, bu ham eshitib turadi doktor bilan bo'layotgan suhbat, kindiylaringdan bunday qilib. Deydi. Doktor aytadi, "Mana shuni 8 da ertalab 8 da ichasiz, 10 kun iching" deydi. Qimmat dorini yozib beradi. Sizlar ham "Yo, shu ekanda" deb bor ichaverasizlar. Ha, qurtam bunday qilib, deydi. To'xta, bizga qarshi hujum qilyaptimi? Soatini 10 ta kam 8 ga qo'yib oladi u ham. Tirik organizm u ham. U ham turadi, o'sha 10 ta kam 8 da ich dorini deb. Biz nima qilishimiz kerak shuna payt? Opalar, 6 da ichishimiz kerak. Kutilmagan zarba bergan bo'lamiz sutga. Kelishdik-a?